Assalomu alaykum. Bugun hammaga O'zbekistonda YouTube'da monetizatsiya yoqishni sizlarga o'rgataman. Birinchi bo'lib nima qilish kerak? Chrome'ga mana bu yerda podrobniy bosamiz. Bu yerda ko'rsatib qo'ygan nima qilishimizni. Mana yaxshilab ko'ra olishingiz mumkin. Birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib Chrome'ga kirishimiz kerak. Agar Chrome'lar yo'q bo'lsa, o'tkazib olishingiz kerak. Mana poiskga yozamiz. youtube.com. Keyin mana pastda 3 ta nuqta turibdi. O'shani bosishimiz kerak. Mana pastda 3 ta nuqta turibdi. O'shani bosib, keyin versiya deyotgani bor. Keyin mana bunaqa bo'lib qoladi YouTube'imiz. Keyin hozir birinchi akkauntimga kirib qolibdi. Ikkinchi akkauntimga kiramiz, chunki u yoqda monetizatsiya yoqilmagan. Mana ikkinchi akkauntimga kirdik. Endi настроить вид kanala bosamiz. Mana bu yerda bizani YouTube'ga olib kiradi. Keyin mana bu monetizatsiya bosishimiz kerak. Keyin mana shahar tanlaymiz. Любой shahar, men Rossiya tanlayman. Keyin mana сохранить bosamiz. Qolgan ishlarni to'ldirmasanglar ham bo'ladi. Ana bo'ldi. Endi podpiska bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga xayr.